Do'stlar, hammaga salom. Bizada ajoyib yangilik va men shu yangilikni siz bilan hozir ulashmoqchiman. Xo'p, bizada nimalar o'zgardi? Biza bugun Gramir platformamizga katta yangilanishni e'lon qildik, ya'ni ikkita asosiy funksiya qo'shildi. Xo'p, ular nimadan iborat? Birinchisi, endi siz o'zingizni Telegram, Instagram yoki Facebook Messenger tarmoqlaringizga javob beradigan sun'iy intellekt agentlarini shunchaki oddiy bitta chat orqali ko'rish imkoniyatingiz bor. Ya'ni bizani platformada ekraningizda ko'rinayotgan interfeys, ya'ni chat interfeysi qo'shildi. Assistentni o'zi siz uchun o'sha agentingizni qurib beradi. Siz faqat xayolingizdagi, ya'ni agent qanaqa bo'lishi kerakligi, qanaqa ishlashi kerakligini shunchaki yozasiz, uni o'zi siz uchun qurib beradi. Ikkinchi yangilikimiz shundan iboratki, bizada endi Gramir App Market e'lon qilindi, ya'ni ishga tushirildi. Bu yerda turli xil ilovalar bo'ladi. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan ilovani agentga o'rnatishingiz va ishlatishingiz mumkin. Xo'p, ilova o'zi nima? Ilova bu tashqi integratsion tizim hisoblanadi. Ya'ni deylik siz Amo CRM, Bittrex yoki o'zingizning ichki CRM tizimlaringizni ishlatadigan bo'lsangiz, bizani Gramir platformasidagi agentlarni hammasi o'sha tizimingizga moslashib integratsiya bo'lib keta oladi. Bu sizga o'sha cheklanmagan integratsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Va eng qiziq tomoni, siz o'zingiz ham bizani Gramir platformasida agentlar uchun Gramirda ilovalarni chop etsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizning ilovangizni yaratasiz, uni ishga tushirasiz va kelajakda buni boshqalar uchun ham chop etib ishlattirsangiz bo'ladi. Xo'p, keling endi biza buni qanaqa ishlashini qisqacha ushbu video davomida ko'rib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, man hozir agent yaratish interfeysida turibman va hozir deylik bitta testoviy agentni yaratib ishga tushirib ko'ramiz. Masalan, man hozir chatga yozaman, deylik salom, men agent yaratmoqchiman Instagram sahifam uchun. U mijozlarga javob bersin va lid olib qolsin, deylik. Lidlarini Telegram botga yuborsin. Ya'ni mijozlar bilan gaplashadigan, savollarga javob beradigan va lidlarni Telegram botga tashlab beradigan agent yaratmoqchiman va shunchaki yuboraman. Endi assistentni o'zi o'rganadi, ko'rib chiqadi, plan qiladi va bizaga o'sha yo'riqnomalarni step by step ko'rsatib o'tadi. Va mana aytyapti: "Salom, ajoyib g'oya. Birinchi ishni deylik Instagram ulashdan boshlaylik", deyapti. Men Instagram ulashni bosaman va bizada ulash oynasi ochiladi. Bu yerdan men hozir mana shu Gramir tester akkauntini o'sha agentga ulayman. Biroz kutganimizdan so'ng ulanadi. Kutamiz. Ulanmoqda va ulandi. Ulangandan keyin srazu chatlarni, o'sha akkaunt analiz qilishni boshlaydi. Mana yozyapti. Akkaunt ulandi, deyaptiki, endi savollarni beryapti bizga qanaqa bo'lishi uchun. Masalan, birinchi savoli, sahifadagi eski suhbatlarni o'rganaylikmi, deyapti. Давайте o'rgansin. O'rganadi hozir, ko'rib chiqadi har bitta yozishmalar qanaqa bo'lganini va o'shandan kelib chiqib o'sha brand voice shakllantiradi va bizaga mana bu joyga instruksiyalarni sozlab beradi. Hozir ozgina kutamiz va bizaga tayyor qilib berishi kerak. Mana buni ochib ko'radigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, bu o'sha syncing qilyapti va tugaladi. Mana aytyaptiki, suhbatlaringizdan ko'rinishicha, mijozlar asosan mahsulotlar narxi va o'lchamlar haqida so'rab yozisharkan, o'shanga qarab instruksiya sozladim, deyapti. Ochib ko'radigan bo'lsak, o'sha Instagram sahifadan kelib chiqib, bizaga instruksiya sozlab bergan. Va endi shunaqa qilib agentlarni sozlab ketsa bo'ladi. Hozir bunga asosan to'xtab o'tirmoqchi emasman. Hozir men Gramir App Marketni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun biza ilovalar degan joyga kiramiz va shu yerdan qo'shishni bosib, Gramir App Marketni ochamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, hozircha bizada 3 ta ilova bor va yaqinda bularni yanada kengaytiramiz va shuningdek siz o'zingiz ham ilovangizni ishga tushirsangiz bo'ladi. Buning uchun birinchi bo'lib yangi ilova bosiladi va o'sha ilovaga nom beriladi. Masalan, deylik, qanaqadir ichki CRM, qisqacha tasnif va ilovani turi tanlanadi. Bizada hozircha 3 xil turdagi ilova yaratsa bo'ladi. Bu
HTTP turdagi ilova, ya'ni o'zingizni HTTP API'larni mana shu joyga olib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchisi MCP, o'sha MCP server URL'larni olib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha MCP integratsiyalar ham bizada ishlaydi. Va uchinchisi katalog, ya'ni bu o'zingizga 100% moslashadigan katalog turidagi, masalan, ilova. Deylik, hozir o'shani ko'rib o'tamiz. Masalan, bu ma'lumot uchun ilova va buni yaratamiz. Endi bizada ilova yaratildi. Ko'rishingiz mumkin, chap tomonda katalog, maydonlar va sozlamalar bor. Bu masalan, deylik, katalogda bo'ladigan fieldlarni nomlari, masalan, nomi, narxi va tasnifi deylik yozilar ekan. Katalog yaratishni, ya'ni yangi mahsulotni ko'rishni bosadigan bo'lsak, katalogga ko'rishingiz mumkin, nomi, narxi va tasnifi kelib chiqadi. Bu 100% dinamik qilingan. Deylik, sizda boshqacha tizimlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yangi maydon qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, deylik deylik, mahsulot rangi. Bu qanaqa turdagi bo'ladi? Valyuta, tanlov, balki media bo'lishi mumkin va agent uchun izoh qilib qo'shib ketiladi. Keyin mana bu narsa yangi mahsulot qo'shayotgan payti mana shu joydan kelib chiqadi. Keyin o'shani to'ldirib bu yerga qo'yiladigan bo'lsa, agent ishlayotgan payti mana shu ilovadagi data bazadan kelib chiqib, sizga o'sha mijozlaringizga javob beradi. Bu hozircha bizada qilingan o'sha yangiliklar edi. Bemalol kirib ishlatib, sinab ko'rsangiz bo'ladi. Agarda qanaqadir feedbacklar bo'ladigan bo'lsa, men bemalol eshitishga tayyorman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.